Assalomu alaykum. Efirda haftalik Energiya Digest. Bugungi dasturimizda mamlakatimiz energetika tizimidagi eng so'nggi o'zgarishlar, iste'molchilarni energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan tizimli chora-tadbirlar hamda sohadagi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Dastur davomida ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, yangilangan rekordlar va tizimni rivojlantirish strategiyalari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Batafsil ma'lumotlar bilan esa rasmiy sahifalarimizda tanishishingiz mumkin. Dastavval o'tgan haftaning eng muhim raqamlariga to'xtalsak, yurtimizda havo haroratining pasayishi natijasida elektr energiyasi iste'molida yangi tarixiy ko'rsatkich qayd etildi. Xususan, 2026-yil 24-yanvar kuni mamlakatimizda elektr energiyasini sutkalik iste'moli bo'yicha rekord yangilandi. Tezkor ma'lumotlarga ko'ra, kunlik umumiy iste'mol kichik quvvatli quyosh generatsiyasini hisobga olmaganda 283 million kilovatt-soatni tashkil etdi. Bu soha mutaxassislaridan yanada yuqori mas'uliyat va tizimli nazoratni talab etmoqda. Shu bilan birga ijtimoiy soha va jamoat transporti ta'minoti ham doimiy e'tiborda. 24-25-yanvar kunlari metan zapravkalar faoliyatidagi cheklovlar sababli Farg'onadagi yo'nalishli avtobuslar ishga chiqmaganligi haqida xabarlar tezkor o'rganildi. Hududlarda jamoat transporti harakatini barqarorligini ta'minlash uchun tabiiy gaz yetkazib berish hajmi oshirildi. Bu borada kunlik ma'lumotlar berib borish tizimi yo'lga qo'yilgan. Albatta, bunday yuklamalar sharoitida energetika tizimi 24/7 rejimda kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Tungi smenalarda uskunalarning texnik holati va xavfsizlik choralari doimiy nazoratda. Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish uchun esa joylarda 1479 ta maxsus brigada tashkil etilgan bo'lib, ularda 7596 nafar ishchi xodim kecha-yu kunduz navbatchilik qilmoqda. Soha nafaqat texnik, balki strategik jihatdan ham rivojlanmoqda. 27-28 yanvar kunlari Energetika vazirligi Birlashgan Millatlar Tashkilotining ayollar tuzilmasi va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamkorligida O'zbekistonni uglerod neytral iqtisodiyotga o'tish davrida gender sezgirlik va adolatli o'tish bo'yicha yo'l xaritasi taqdimoti o'tkazildi. Shuningdek, 29-yanvar kuni vazirlik huzuridagi jamoatchilik kengashining yig'ilishida 2025-yil sarhisob qilinib, yangi vazifalar belgilandi. Ovoz berish yo'li bilan kengash raisi o'rinbosari tayinlandi. Dasturimiz yakunida esa noqonuniy holatlar va ularning oqibatlariga to'xtalsak, Toshkent viloyatining Qibray tumanida o'tkazilgan nazorat tadbirida 4 milliard so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holati aniqlandi. Bu kabi qoidabuzarliklar shunchaki moddiy zarar emas, balki tizimdagi gaz bosimini pasayishiga va ko'plab iste'molchilarning gaz ta'minotida uzilishlar bo'lishiga, tizimda texnik avariyalar xavfini yuzaga kelishiga, davlat byudjetiga katta miqdorda iqtisodiy ziyon yetishiga sabab bo'ladi. Shuni unutmangki, energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish nafaqat qonuniy javobgarlikka, balki butun boshli mahallalarning ta'minoti yomonlashishiga olib keladi. Energiya tejamkorligi va qonun ustuvorligi farovonligimiz garovidir. Haftaning muhim voqealari mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Energiyani tejang. Qorli kunlarda xonadoningizda iliqlik va xotirjamlik hukm sursin aziz yurtdoshlar. Biz esa siz uchun doimo xizmatdamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.